60 oy, imtiyozli davra 24 oy qilib belgilangan. Mikroqarz olish usuli bank filiali orqali bo'ladi. Unda sizlardan talab qilinadigan hujjatlar bu pasport nusxasi, o'zini-o'zi bank filiali haqidagi qog'ozi, ta'minlanganlik haqidagi hujjatlari, ya'ni bunda sug'urta polisi, kafil hujjatlari, shular sizdan talab qilinadi. Ikkinchi loyihamiz bu biznesga ko'mak mikroqarzimiz. Mikroqarzimiz bunda ham muomalalar qadriga oxirgi 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan, o'zini-o'zi bankda foizi 25%, bunda ham xuddi shu tartibda, ya'ni ayollar uchun 23% qilib belgilangan. Muddati 4 yil, 6 oy imtiyozli davra asosida beriladi. Uchinchi loyihamiz bu yana biri 5 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzimiz. Bunda bu tartibimizda ham xuddi shunday muddati 10 oyga yillik 25%, ayollar uchun 23% qilib belgilangan. Endi yana bir tartibimiz bu 312-qaror asosida beriladigan tadbirkorlar uchun, yuridik shaxslar uchun miqdorda 312 qaror doirasida kichik tadbirkorlik subyektlariga berish nazarda tutilgan. Bunda bizlar hududlari belgilangan. Bizi hududimiz 4-toifaga kiradi va bunda bizda 20% ga bo'ladi. Muddati 7 yilgacha muddatga 3 yil imtiyozli davra asosida ishlab chiqarish faoliyatlarini kengaytirish uchun, faoliyatlarni amalga oshirishga kerakli jihozlarni xarid qilish uchun shu maqsadlarda bu kredit ajratilishi ko'zda tutilgan. Hurmatli fuqarolar, agar sizlarda bizga savollar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Savollar bormi? İmtiyozli davrada birinchidan muddatda 24 oy summa oldinroq 6 oy. Keyin ayollarga foizida ko'proq 2% ayollarga ligota berilgan, foiz 2% ortiqroq erkaklarga qaraganda. To'lasak foiz kamroq chiqadi shunda? Ha, bunda sizda hozir savolga tushundim, ya'ni muddatdan oldinroq to'lovni amalga oshirganingizda bunda kreditni asosiy summasidan qaytariladi va qolgan summa uchun foiz hisoblanishda davom etadi. Sizda bunda shu bank uchun to'layotgan 25%dan kamayish ko'zda tutiladi. Siz qancha qadridan kamaytirsangiz, foizi shunga qarab chiqadi. Ya'ni qoldiq summaga qarab bizda foiz hisoblanadi.